Assalomu alaykum sohat pesha insonlar. Iltimos sizlardan yordaminglar ayamanglar. G'ulomjonov Afritjon 2020-yilda tug'ilgan. 4-fevralda bolalikda 1 oyligida kasalligi boshlangan. Sudragan insult olgan. Hozir miya falaji rivojlanishdan orqada qolyapti. Bolam Toshkentda davolatardik. Hozir paytda Andijonga borib davolatyapmiz doktor Jalilovga. Har 2 oyda 15 million ketadi dori-darmonlari bilan birga. Shu uchun iltimos soat pesha insonlardan yordam so'rab chiqyapman. Bir kuniga 850 mingdan. Iltimos imkoniyatlar bo'lsa yordam beringlar. Bu kunlik xarajat yozilgan. Bu tug'ilganlik haqida guvohnomasi, MRTlari